Assalomu alaykum, Isro bazamiz aziz obunachilar, mana yukimiz ham chiqib ketyapti. O'z egalariga Xudo xolasa bugun mana betanit mahsulotlarini ukam bilan sizlarga birga obzor qilib beramiz. Abdulaziz, yaxshimisan? Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom, yaxshimisan? Sizlar bo'lyaptimi? Yo'q bo'lib ketdingiz. Ha, endi chiqamiz-da. Akajon, bizga betanit mahsulotini tanishtirib bermasak bo'lmaydi, obunachilarimiz to'g'risi xit qo'yadi so'rab. Bo'ldi. Unda boshlardik. Birinchi optar razmerlardan boshlab aytib o'tib ketaman. Balandligi 1.20 bo'ladi, uzunligi 5,5 dan 2 dona 11 metr bo'ladi. Buni afzallik tomoni, masalan, buni qalinligi 5 cm bo'ladigan bo'lsa, bitta joyi 10 cm qilib turib 2 qavat qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Shuni foydali tomoniga 2 ga bo'lib qo'yishga bemalol Fransiya standartlariga javob beradi. Xo'p, qayerlarga ishlatamiz akalarimiz uchun? Bemalol polga, devorga, tomga ishlatsangiz bo'laveradi. Ham bu minivat hisoblanadi, qichishtirmaydi. Stiklavat emas bu. Stiklavat emas, minivat. Qaysi firma nima bilan raqobatlasha oladi? Bemalol. Kraftiki bilan bemalol raqobatlasha oladi. Ancha o'zi internetga yozib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Yana bitta ma'lumot, Knaftni ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerlar oq chiqadi o'zini materiallari. Lekin bu sara bo'lsa, stiklavati devolmaylar hech qachon. Bu toza minivati, sifati ham ancha-muncha zo'r, qichishtirmaydi. Stiklavatidan farqi shu. Balandligi 1.20, uzunligi 11 metr. Ya'ni bitta rulonni 13.4 kvadrat tashkil qiladi. To'g'risi, hech qanday muammo bo'lmaydi. Gipsagardonlarga ham ishlatsa bo'ladi. Bemalol hamma joyga ishlatsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin. Pachkada 8 dona bo'ladi. Bitta paddonda u yog'i nechta bo'ladi, bilasiz? Bitta paddonda 6-18 dona. Bu yog'i 36 dona bo'ladi. Tushunarli. Ko'rishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda bizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Mana o'yib turibdi. Do'konchi quruvchilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqishsa, xudo xolasa, narxini arzon qilib beramiz. Narxni ham aytib o'tib ketaman bir yo'lib. Mana shu bitta ruloni 200 ming so'm. 200 ming so'm. Bazamizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mazot ichida. Pastki nomerlarga aloqaga chiqib bemalol kela olasizlar. Xudo xolasa, undan tashqari qolgan uchiplonli mahsulotlarni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Mana bunaqa steklavata bu Termobul deb aytamiz. Toza Xitoyda mahsuloti. Kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab hech qayerda yo'q. Faqatgina o'zimizda bor. Narxlari ham juda arzon. Benaplex mahsulotlari bu tarafda, yana bu yerda Benaplexda arzonroq variantlari, bazalt mahsulotlari, xudo xohlasa, undan ham katta assortimentlar bu skladimiz ichida bo'ladi. Profilimizga o'tsanglar, skladimizdagi bor mahsulotlarning ham hammasini videosini olib qo'yganmiz. Xudo xohlasa, kelib ko'rib xarid qilaverasizlar.